Bugun Kattaqo'rg'on davlat pedagogika institutining 1-sonli talabalar turar joyida taniqli o'zbek yozuvchisi Erkin Vohidov hayoti va ijodiga bag'ishlangan kichik tadbir tashkil etildi. Hozirda tadbir ko'tarinki ruhda davom etmoqda. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Ijodda nima gaplar? Tinchlik, o'zingizda-chi, kam qarosiz. Ijod. Odam zerikdi ham ijoddan. Bir Abdullajonni chaqirsak. Abdullajon! O labbay. Keling do'stim, bir shaxmat o'ynasak. Ijoddan ham zerikdi. Assalomu alaykum, keling. Keling mana. Shaxmat o'ynasak. Abduzamiz qilibsizlar. Ijodlardan suhbatlashsak. Ha, yuringlar ham. Mana o'ting qani biz ijod maydoniga. بیا نازک بدن شیرین زبانه Erkin Vohidovni adabiyotimiz olamdan qancha e'tiborga chiqsa, uni adabiy jihatlarini yanada o'rganishga imkon bo'ladi. Mana bu namunali xonadonlar, namunali xonalar haqida gaplashdik. Bu ayniqsa sog'lom turmushlarni shakllantirish juda katta imkon beradi.